Hadnoy kuni oyog'imda tepadan uzatib mazza qilib yotaman degan inson edim. Bu gaplarim bir pasda esimdan chiqib, ertalabdan shunaqa chiburekni boshlavordi. Ikki xil nachinkali qildim, qo'ziqorinli va farshli. Farshlisini Aslzodaning o'zi boplab tashadi. Aralashtirib tayyor qilib bo'lgandan keyin nachinkasini chiroyli qilib kosachaga solib qo'yib, top-toza bo'lib ko'rinishi uchun deb aytdi. Bu yoqda men xamirchalarni yoyib tashaverdim, qizlarim tugib tashaverdi. Qo'ziqorinlisini dumaloq shaklda qiladigan bo'ldim. Xamirga nima soldingiz deydigan bo'lsalaringiz, 2 tuxumni sarig'i, ozgina podsolnechniy maslo va qaynoq suv, tuz bo'ldi, un. Kelinjonim 2-3 marta mushlab berdi. Bir pasda elastikni xamir bo'ldi qoldi. Yoyib charchab ketgandim, hozirmasan joningni olaman dedim-da, erdim, bu yoqqa irg'itdim xamirda, bir pasda yuqagina bo'lib qoldi. Kosachada shunaqa qilib kesib chiqdimda, qo'ziqorinli nachinkalarni solib tashladim. Niyatim xolis ekan, dumaloq qilib yoygan xamirchalarimga hammasiga yetdi nachinkasi. O'zi ham 6 ta zuvalaq varibanda, hech kam qilishni bilmayman bu. 2 ta zuvalam qolganda xamirni bir-birini ustiga qo'yib, 2 ta zuvalani tezdagina yoyib tashladim erini. Uratuga bo'ldik, endi ketdik. Moylarda dobrinka qilib sorib, 2 ta skоворodkada men qovurib tashladim, tezroq pishishi uchun. Sizlarga maqtanib oldim, qaranglar deb. Do'stlar, inakda farzandlaringiz uchun chiroyli qilib pishirib bering, xursand bo'lishadi. 2 ta yaxshi qo'shnim bor, o'shalarga srazo chiqartirib yubordim qizimdan. Asalchalar barakali qo'lchalaring bilan like, podpiska bosib ketinglar, xursand bo'laman. Istoriyada ham meni kuzatib boringlar.